1 kaloriya $1 teng bo'lganda gamburger 300, kartoshka free 300, gazli ichimlik 150 va shirinliklar $250. Bu pullarni nima qilamiz o'zi aka? Biz uni tana ichida sarflaymiz, shundaymi? Va ular tanaga kirishadi. Salom aziz do'stlarim, biz hazm qilish tizimidanmiz. Qo'rqmanglar, yaqinroq kelaveringlar. Ular menimcha pullarimizni olib qo'ymoqchiga o'xshaydi. Yo'q, uka, biz faqat hazm qilish bilan shug'ullanamiz. To'g'ri, biz hech kimdan pul olmaganmiz. Xo'sh, bu yigitlarga ishonsa bo'ladi menimcha. Fransuzlar juda ahmoq bo'ladi-da. Xo'sh, qonog'am, biz bu safar $1000 foyda bilan chiqdik. Yaxshi, barakasini bersin. Sendan qancha qarzim bor edi? $150. Bu asosiy stavka va hazm qilish uchun. Mana, ola qol. Ko'rishguncha. Va qon butun tana bo'ylab maoshlarni yetkazib berishda davom etadi. Qandaysan yurak? Xizmating qancha bo'ladi? $50. Mana, marhamat. Har birimiz uchun $50 dan bo'ladi. Ayo, yana kislorod kursi ko'tarildimi? Har bir bu yurak uchun $50 dan. Hop. Siz mendan $50 qarzsiz. Mana, hop, ishingga roq. Men uchun $50 edi. Yaxshi aka, bu siz uchun. Menga $50, ukam uchun ham $50. Lekin hamma ishni men qilyapman-ku, bu qanaqa? Sizga qancha boshliq? 100 beraver. Baribir ko'p ishlamayman. So'ylang endi mushakvoy, sizga qancha beray? Biz butun kun faqat o'tirdik. Shuning uchun bu safar 100 yetadi. Yaxshi, sizga ham to'landi. Xo'p, qancha qolganini ko'raylik chiqana? $200. Bu endi to'g'ridan-to'g'ri bankka boradi. Xo'p, bugun qancha mablag' kiritmoqchisiz? Triglitseridlar hisobiga 200 kaloriya qo'shib qo'ysangiz, iltimos. Juda yaxshi. Yog' to'qimasini 24 soatdan 36 soatgacha qorinda ko'rishingiz mumkin. Rahmat, kelib turing. Ertasi kuni. Salom. Ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki baliq, pirlovka, shovul va avokado janoblari kelgan bo'lsa. Yaqinroq kelinglar. Yaxshi, bugun ham $1000 bilan chiqdik, lekin kletchatkani hazm qilish narxni ozgina oshiradi, og'a. $300 bo'ladi. Yo'q, uncha ko'p bo'lmasa. Qon odatdagidek maosh tarqatib boradi. Lekin bu safar mushak boshqacha miqdorni aytadi. Bugun biz 20 daqiqa yugurdik. Shuning uchun men o'zimga kelib olishim kerak. Bu safar sizdan $350. Attang, pulim yetmay qoldi-ku, do'stim. Hozir bankka borib kelaman. Shu yerda kutib turing, xo'pmi? Salom, iltimos, 200 kaloriya qarz olishim kerak. Nega endi qorindan bo'lishi kerak? Oyoqlardan olsang bo'lmaydimi yoki boshqa joydan? Ularni hammasi bo'sh aka. Aynan shu yerdan bo'lishi kerak. Mayli. Yig'i-zig'i qilmagin yana. Aytganingni beraman. Mana mushakvoy, marhamat. Kelishgan summamiz. Vau! Mazza! Endi bemalol yana yugurishga tayyorman. Xo'sh, nima ham derdik? Biznes degani shunaqa bo'ladi. Ba'zida yutasan, ba'zida esa yo'qotasan. Lekin umuman olganda biz o'sha a'zolarmiz.